Assalomu alaykum. Kamina Javlonbek Olimovich, hurmatli obunachilar, xayrli kun barchangizga. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning yana bugun 23-kun azizlar. Start berdik. Mana shu xuddi mana shu yerda dam oldim kechqurun. To'g'risi kechqurun soat 3-4gacha, 3largacha uyqu bo'lmadi to'g'risi gap. 3largacha, chunki bu yerda 24 soat ishlaydigan, shahardan chiqqan hamma shu yerga kelib nima kerak bo'lsa shu yerda olib ketar ekan. Men baqir chaqir boshqa bo'lib, shunga sal uyqu bo'lmadi. Shuning uchun bugun endi obedlarda chiqyapman-da. Charchab qoldim. Aziz obunachilar, yo'lni davom etamiz. Xudo xolasa uni havo bulut, tinchlik bo'lib tursa, bosamiz yo'lda. Mana shu shaharga kiramiz hozir. Qayerga yetding deganlar, Sechenovskiy rayon. Mana Sechenovskiy rayoniga yetib keldim. Sechenovskiy rayonidan o'tib, yana qaysidir rayonga yetib, keyin Samaraga qarab yo'l olamiz azizlar. Duo qilib turganlar va podpishka qilib, like, kommentariy yozib, videolarni yaqinlarga ulashib turganlarga kattakon rahmat. Hammangizga. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Havo bulut juda. Yomg'ir yog'may tursin deshlar. Javlonbek Olimovich, Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistongacha bo'layotgan velo sayohatimizning 23-kuni azizlar. Obeddan o'tdi soat. Hozir Sechenovskiy rayonidan chiqib, hozir bu yoqqa yurib, hozir bir qishloqlardan o'tib, mana kimsasiz joylardan red-redga mashina o'tib turar ekan. Keng bepoyon dala. Azizlar, men shuni ko'rsatmoqchimanki, mana bu afishani ko'rsatmoqchiman sizlarga, mana yaqinlashtirib. Chavashskiy Respublika deb yozib qo'yibdi. Chavas Respublika. Xuddi mana shu yerga yetib keldim, mana velikda. Hozir yana yo'lni davom etamiz, harakatlanib azizlar. Mana bu yoqda 10-15 ta uylar bor ekan, magazin yo'q ekan azizlar. Magazindan bu narsa olib obedlikka narsa olamanmi degandim. Endi xudo xolasa hozir bu yoqqa qarab yursam, bu yoqda bu ko'chada misol uylar bor ekan. Kartada ko'rindi. Hozir o'zim o'tganim yo'q u tomonlarga. Shu yerda endi magazinlar bo'lsa, xudo xolasa magazindan narsa olamiz. Kuzatish davom etingizlar azizlar. Birgalikda uddalaymiz xudo xolasa. Hozir bitta mashina qaytib kelyapti nimagadir. Taychoq yaxshi mana. Xudoga shukr, alhamdulillah, ko'z tegmasin. Hurmatli obunachilar, Kamina Javlonbek Olimovich, bu manzaralar ulashib, mana shunaqa sharoitda bu yerda yosh bolsa o'ynab yuribdi. Qaranglar, manzara. Вот, azizlar, orqaga qaytib keldi. Здравствуйте. Привет, брат. Привет, брат. Можно видео снимать? Здравствуй. Здравствуйте. Путешествуешь? Да. Издалека? Санкт-Петербург город. Ух ты. Здорово. Санкт-Петербург город. Санкт-Петербург? Да. Здесь едешь, сегодня 23 день уже. Ничего себе. Потом дальше Узбекистан. Как зовут тебя? Алексей, Лёха. Алексей? Леха? Антон. Антон Тебя Javlonbek. как? Javlonbek. Ну ты молодец. Вообще прям респект. Да, это вот. Четко. И сейчас вот видео снимают здесь. Да. Ага. Чувашская республика. Ну, молодец, классно. Сами тоже путешествовать поехали в Мурманск. Да. В Мурманск едем. За полярный круг. За полярье. Видел, да? Белое море. Да, Польский, море, да. Баренцево уже море даже. Начало морского северного пути. Ну, смотрим, кто остановится. Да, спасибо вообще, как респект. Вот видео снимают, вот, которые здесь, это, дом есть, вот, наверное, мало, это магазин. Будет, да. Да, это Там что-то было, да. Деревня. kun aziz obunachilar, Kamina Javlonbek Olimovich kimsasiz joylarda mashinalar serqatnov kam. Mana qaranglar.
bepoyon dala. Bu yerda shaharcha bor ekan, shu yerga yetib kelib gostitsasiga joylashamizmi, xudo xolasa. Chunki bundan nariyog'ida yana boshqa shaharchalar uzoqroqda ekanda. Bedana sayrayapti, eshitgan bo'lsangiz. Uzoqda ekan-da. Obunachilar, mana qaranglar. Qishloqda. Yog'och, sel. Hammasi. Qaranglar. Mashin kam o'tadi. Lekin tinchda, sokin. Toza havo. Qo'ygan endi meta shu payt. Yoqqan bo'lsa like tayyorlaymiz azizlar. Kamina joylarni olinglar. Sayohatimiz davom etadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aka. Salomatlasizmi? Charchamayapsizmi? Tamam. Qayerdan? Нормально, так? Tojikiston? Yaxshi, yaxshi. Давайте, брат. Откуда? O'zbekiston. Это плав, я думаю. Да. Великий брат. Удачи куда? Узбекистан. Узбекистан? Я из Санкт-Петербурга. А сколько дней сейчас дорогу? Сколько дней на дорогу сейчас? 24 сегодня, да, день. Как зовут тебя, братан? Шараф. Шараф, Жалломбек меня. Ага. Знаешь Сырдарья область? Да. Есть, А брат. у вас откуда вообще? Какой район Узбекистана? Сырдарья. Сырдарья? Это Сардаба район. У нас это Лениногорская Сулх. Сулх? Да, Ашский район. У нас ближе это Полк на Мангана. Вот, azizlar, aziz obunachilar, mana tojikistonlik akamiz ko'rib, mashinasini narx qo'yib, zapravkaga qo'yib, mana kelib, bayroqni ko'rib, qayerga ketyapsiz, boshqa qilyapsiz so'rab, mana hol so'rab, mana azizlar, yaqinlab duo qilib qo'yasizlar, musofirda yurganlarda. Alloh hammangizga rozi bo'lsin. Qayerga yetdingiz? Bugun deganlar Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonga to'g'ri o'tgan velo sayohatimizning 24-kuni azizlar, mana Alatari. Здесь район, да? Алатари. Ну, город, поселок. Поселок город, да. 1552 года. Bu yoqqa qarab yursalaringiz. Да, дальше, а если Да. еще дальше, где-то 7 километров, там город там видно. Город, да? Да.